Assalomu alaykum, kitobsevar kitobxonlar. Biz Ohangaron shahar axborot kutubxona markazi sizlarga yozuvchi Shoyin Bo'tayevning Avliyoning yo'li nomli kitobini o'qishni tavsiya etamiz. Mazkur to'plam adibning turli yillarda yaratilgan hikoyalaridan saralab tuzildi. Mavzular rang-barangligidan qat'iy nazar, ulardagi samimiylik, soddalik, qalbga yaqinligi bilan sizni maftun etadi. Hamisha yuksalib turguvchi Turkiston tizma tog'lari, shu tog'lar etagida sochilgan qishloqlar, tuproq ko'chalar, kuni mehnat bilan o'tayotgan qo'li qadoq odamlar. Bunda yuksaklik ham, kenglik ham, teranlik ham bari mujassam. Yozuvchi shu haqida hikoya qiladi. Aziz kitobxonlar, ushbu kitobni o'qishni xohlasangiz, bizning Ohangaron shahar axborot kutubxona markazimizga tashrif buyuring.